Assalomu alaykum kanalımızın ko'ruvchilari. Bugun 3 aprel 2025-yil Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus qalasi Qoraqalpog'iston halol budini chorvachiligi. Manaki gezdagi videomiz o'sha jem haqida bo'ladi. Ko'pchilik izlab yurgan, tobolmay yurgan budinesi borlar. Tovuq chiqaryapti hozir ko'p odam. Sho'ja chiqaryapti. Manaki mana jem sizlarga maslahat beraman. Yaxshi jem tovuqning sho'jasin bir oyning ichida 2 oylikday qilib o'sirib beradi. Bu dunyoga pul bostan berilib beradi sho'ja gezidan. Ko'pchilik biladi. Hamma rayonlarni olib turibdi. Jemning effekti zo'r, 95% effekt berib turibdi. Parda pisirilgan, bu чистый zavoddan chiqadi. O'zimiz meniki 1 yildan beri o'sha jem bilan 1 yildan ko'p bo'ldi. O'sha jem bilan boqib kelibmiz bu dunyolarmizda. Yine aytib o'tgan bo'lsak, buning xaridori ko'p. Men deymiz, hozir jemning o'zini ko'rsatib o'taman. Nega ko'rib turganingizdek, meniki mayiklar tub turibdi. Shu jemning orqasida jem yaxshi. Meniki mana jem. Hammasi ishda o'ncha ko'rinib mumkin, sirtqa chiqarib ko'rsatamiz meniki. Ne ko'rib turganingizdek, jemning turi meniki parda pisirilganiga shunday bo'ladi. Bu ko'ngillikda ishi o'tmaydi. Siz pisgan jem bu. Pisgan jemda bilasizlar, ishi o'tib ketadi bu dunyolardan, sho'jalardan. So'ng uchun buni pisirib chiqaradi. Bu moshni jem, iyisi moshni, bir go'sht yeganday bo'ladi ular. Sho'jalar. Bu dunyolarning o'zi endi hozir şu jegizden basıp jip tek üstünde veremiz, kurgaqlay veremiz. Bunu su hissat aralastırmayımız. Bunun içinde hem zatı var, vitamini, kalsiyi, şurutu, soyası, makkesi, bidaya, balık mayı deydi, balıkın suyuğu. Kullası aytıyor gerek zatlarının bərlik elementleri var bu jemin içinde. Adresimizde aytib o'tayotgan bo'lsak, Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus qalasi. Atana klinika deb aytiladi endi, orientir So'jedagi ko'cha qasında Ayimxon Shamratova ko'chasi 56-joy, burungi Engels ko'cha. Burungi atini aytib kelsangiz ham ko'paydan biladi, aytib shu yerdan so'rasangiz. Hozirgi atlar yozilib turibdi ko'chada, kelaverasizlar. Telefonlarimiz 93'lük 109 39 49.